Salom, sizlar bilan men Mustafa. Bugungi videoda maqsadimiz intga o'tish. Meni ko'rmaganmisizlar? Men yangiman. Bugungina yangi kanal ochdim. Bu yangi videom. Maqsadimiz 1000 ta bo'lish. 1000 ta bo'lganimizdan keyin o'zlaring bilasizlar. Yangi bitta knopka beriladi, o'zlaring bilasizlar. Erishganimdan keyin sizlarga do'stlarim bor, ulana shuning uchun bir o'ziman. Agar 1000 taga yoki 200 ta like yig'ilsa, shu videoning tagida 200 ta like yig'ilsa, biz do'stlarimiz bilan stream qilamiz. Nima uchun ayni intga o'tishayotganlaringni bilaman. Ayni intga deyapman, chunki men Minecraft'da birinchi marta o'ynab ko'rishim. Yangiman. Shuning uchun men yangi bo'lganim uchun intga o'tyapman. Ender Dragon'ni oldiga, ammo uni ko'rmaganman ham. Shuning uchun biz videoni 1000 ta bo'lganimizdan keyin Ender Dragon'ni zaif etishga boramiz. Modlar bilan. Qanchalik ko'p like yig'ilsa, videoni tagida qanchalik ko'p like yig'ilsa, biz ham shunchalik zo'r videolar chiqaramiz. Bilasizlar, hamma youtuberning eng katta orzulari bor. Ko'plari knopka, ko'plari like yig'ib knopka olmoqchi bo'ladi. Lekin u maqsadga erisha oladi. Ko'plari lekin erisha olmagan, ko'rgan bo'lsa ham ushlab ko'rmagan knopkani. O'zlaring bilasizlar. Men yangiman. Umrimda bir marta bo'lsa ham knopkani ushlab ko'rmoqchiman. Agar mana shu videoning tagida 1000 ta like yig'ilsa, do'stlarim bilan video chiqaraman. Agar mana shu videoning tagida 1000 ta like yig'ilsa, men yangi video qo'yaman. Xohlagan modlaring bilan Heroblin yoki avtomat mod bilan chiqaraman do'stlarim bilan birga. Agar shu videoni tagida like va obuna qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, sizlardan xursand bo'lardim. Keyin gapim bor, agar mana shu videoning tagida 200 ta like yig'ilsa, men ikkinchi qismini hozirroq YouTube'ga joylayman. Hayır. Agar mana shu videoning tagiga 200 ta like yig'ilsa, ikkinchi qismini videoga joylayman. Trend mod o'tkazgandan keyin videoga qo'ying. Videoga qo'ymasam, video mod bilan bo'lsa zo'r bo'ladi. Modsiz unchalik zo'r chiqmaydi. Bilasizlar, biz ko'zingiz ham. Ro'zi qolib ketmasa, mashg'ulot orqali oqana qoldi. E'tibor bermalaringiz
Come da lì? Non ti lasciare,